Bu ilon zahridan ham yomon narsa desak ham bo'ladi. Chunki bu jigarni hujayralarini ishdan chiqaradi. Ana o'zi bechora jigaringiz qandli diabetdan zararlanib yotibdi. Ya'ni ortiqcha glyukoza jigarda gipotosit hujayralarini o'sha o'lishiga, nobud bo'lishiga, sirroz ko'payishiga o'zi zamin yaratib turibdi qandli diabetda. Faqat buyrak ko'z zararlanmaydi, qandli diabet, jigar ham zararlanadi. Plus siz unga yana spirt kirityapsiz. Spirt bilan u jigar sirrozini yana ham tezlashtirasiz. Mana shunaqa tadqiqotlar o'tkazilgan. Ya'ni o'sha spirtnoy anaqalarni ichib, napitkalarni ichib, ham qandli diabet o'ziga qaramaydiganlarda jigar sirrozi boshqa qandli diabetlarga qaraganda 2-3 barobar ko'pligini kuzatishgan. Chunki etanol jigarning hujayralarini gibeliga olib keladi, o'lishiga olib keladi va plus bu yoqdan yana glyukoza ikki taraflama ta'sir hisobiga jigar tez quriydi. Va jigar bilamizki, normada qondagi qand miqdoriga javob beradigan organlardan biri hisoblanadi.